Bugun shahar va qishloqlar, mahallalar, guzarlar yasharish, yangilanish pallasida. Bu ezgu ishlar zamirida aholi uchun munosib sharoitlar yaratish, ularning turmush madaniyatini yanada yuksaltirish va yurtdoshlarimыздagi mas'ullik hissini oshirish kabi ezgu maqsadlar mujassam. Shuni mamnuniyat bilan aytish mumkinki, bugun davlatimiz rahbarining 2022-yil 25-oktyabrdagi 2022-2023 yillarda mahallalar infratuzilmasini yanada yaxshilash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 408-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida amalga oshirilayotgan sa'y-harakatlar natijasida viloyatimizda ham hududlar qiyofasi tubdan o'zgarmoqda. Buni birgina Dehqonobod tumani misolida oladigan bo'lsak, tumandagi qator hududlarda bu borada xayrli ishlar amalga oshirildi va ayni paytda jarayonlar davom etmoqda. Inson qadri uchun tamoyili asosida aholi yashash sifatini yanada oshirish maqsadida tumandagi mahallalar o'rganilgan holda muammolarga yechim topilmoqda. Jumladan, tumandagi mustaqillik mahalla fuqarolar yig'inida ham ayni paytda bu yerda ijtimoiy obyektlarni kapital rekonstruksiya qilish, ichimlik suvi, elektr energiyasi va tabiiy gaz ta'minotini yaxshilash, ichki yo'llarni qurish hamda hududlarni obodonlashtirish bo'yicha e'tirofga molik keng ko'lamli ishlar boshlab yuborilgan. Bu esa odamlarda kelajakka ishonch, bugungi kundan mamnunlik hissini kuchaytirmoqda. Tumanda 9 ta mahalla binosi kapital ta'mirlanmoqda. Jumladan Mustaqillik mahallasida ham kapital ta'mirlash ishlari homiylik asosida olib borilmoqda. Hozirgi vaqtda tom qismidagi ta'mirlash ishlari yakunlangan, ichki fasad qismlarida, tashqi fasad qismlarida ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Bu Mustaqillik mahalla binosi 1983-yilda qurilgan bo'lib, hozirgi vaqtda ta'mirtalab ekanligi ma'lum bo'lgan. Maqsad tumandagi mahalla yettiligining ish faoliyati samaradorligini oshirish, fuqarolarga yengillik yaratish, fuqarolarning o'z vaqtida kelib bemalol xodimlarga murojaat etishlariga qulaylik yaratish maqsadida ushbu ishlar amalga oshirilmoqda. Hududdagi oilaviy qishloq vrachlik punktining 1 milliard 475 million so'm mablag' evaziga yangi binosi qurilganligi aholiga sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish uchun yanada katta qulayliklar tug'dirdi. Zamonaviy tibbiy jihozlar bilan ta'minlangan keng shinam tibbiyot xonalari ayni paytda aholi xizmatida. Barcha zamonaviy shart-sharoitlarga ega 50 qatnovga mo'ljallangan mazkur tibbiyot muassasasi davlatimiz tomonidan mahalla ahli uchun munosib sovg'a bo'ldi desak aslo yanglishmaymiz. Mazkur mahalla aholisi ham hududiy jihatdan yirik aholi yashash maskani hisoblanadi. Mahallada tomorqachilikni rivojlantirish orqali aholi bandligini ta'minlash maqsadida shu kunlarda qator quvonarli ishlar amalga oshirilyapti. Bu xayrli ishlar hududda kambag'allikni qisqartirish, aholi daromadlarini oshirish, pirovardida el farovonligi yo'lida xizmat qilishi shubhasiz. Mahalladagi Oriyat ko'chasi 36-uyda istiqomat qiluvchi Jumanazar ota Aliboyev 50 yil davomida tibbiyot sohasida halol xizmat qilib, el sog'lig'i yo'lida fidokorona mehnat qildi. Bugun u nafaqada bo'lsa-da, hayotda yerga, mehnatga bo'lgan munosabatini o'z tomorqasi orqali namoyon etib kelmoqda. Daraxt ekish, bog' qilish, shuni yaxshi ko'rardim. Mevali daraxtlardan bodom, o'rik, yong'oq, olmaning turlarini o'zim payvand qilaman. Ro'zg'orga qo'shimcha bo'lish uchun mehnat qilish kerak. Tomorqada kavrak, piyoz, chisnok, sabzi bor. Kartoshka o'zidan chiqsa, sabzi chiqsa, piyoz chiqsa, olma chiqsa, onar chiqsa, ro'zg'orga ketadigan narsaning hammasi chiqsa, qo'shimcha daromad bo'ladi. Oylikqa yana boshqa narsalar bo'laveradi. Mana o'tlar, mol boqamiz, o'tlarning hammasi mollar uchun kerak. Kelin ishlaydi, o'g'il ishlaydi. Prezidentimizga rahmat. Yer beryapti. Bundan unumli foydalanish kerak, vaqtida foydalanish kerak, ishlash kerak. Ishlamasa u foydalanib bo'lmaydi. Harakat qilish kerak. Yerga mehr qilsang, yer ham saxovatini ayamaydi. Tumandagi Beliboyli mahallasi tuman markazidan 60 km uzoqlikda, dengiz sathidan 2000 metr balandlikda joylashgan. Aholi soni 3050 nafarni tashkil etadi. Ushbu mahallada ham aholi tomorqa yer maydonlaridan unumli foydalanish, issiqxonalar barpo etish ishlari uyushqoqlik bilan olib borilyapti. Jumladan, mahallada yashovchi Odina ota Kenjayev xonadoniga tashrif buyursangiz, xonadon ahlining tomorqadan baraka topayotganligini guvohi bo'lasiz. Tinib tinchimas, izlanuvchan otaxon mana bir necha yildirki issiqxona tashkil etib, bu yerda qo'ziqorin yetishtirish bilan shug'ullanmoqda. Natija esa kutilgandan-da ziyoda. Issiqxonada apelsin, mandarin, limon yetishtiryapman mana shu yerda. Ilgari pomidor edi. 5 tonna 6 tonna pomidor olib edik. Lekin bu yil pomidor ekmadik. Buning oraliq ekishga iloji yo'qdi.
Bo'lak uyning altdan parniq qildiqlarni u yerga egayapmiz. 2 tonna limon oldik. Bozorda 20 mingdan sotdik. Buni qilish uchun tog' yon bag'ridan bulaqtab kelganman bir 5 kilometrdan. Ondan tashqari 800 tip har xil mevali daraxt ekkanmiz. Olma, shaptali, zordali, boshqa mevalar, qorali, bo'sh joylariga ishkadik. Qovun, tarvuz, ko'kat, kavrak ekdik. Kavraklarimiz ham ko'karib turibdi. Qo'ziqarchin ham mana shu yil birov maslahat berib edi. O'zimizning joydari qo'ziqarinda shu olib kelingan, Rossiyadan olib kelingan urug'dan chotishtirib, ko'paytirish yo'lga qo'yishni harakat qilib ko'ryapman. Xaltaga solib bilasam, paketga deb edi. Paketga emas, buni o'zi yerga ekatiganday qilib ko'tarib, ekdik. Haqiqatan xaltaga nisbatan yaxshi ekan. Mablag' bo'lsa, hamma narsa qilsa bo'ladi, yarashadi. Shuni endi shu mablag' olamiz deb buni qilyapmiz-da. Bir 4-5 so'm daromad qilamiz deb. Shuning hisobiga ulduylantirdik, shuning hisobiga texnika oldik, shuning hisobiga qo'y-qo'zi oldik, bog'cha ochdik. Kelinlarim bog'chada ishlaydi. Tomorqada katta bu gap bor. Gap o'zingizga bog'liq. O'zingiz tadbirkorlik qilaman deb chin yurakdan qilsangiz bo'ladi. Mahalla yettiligi va faollar ishtirokida namunali xonadonlarda seminarlar, o'zaro ochiq muloqotlar tashkil etilib, tomorqalardan unumli foydalanish, takroriy ekinlarni yetishtirish bo'yicha tushuntirish va kerakli tavsiyalar berilyapti. Bu esa amalda kutilgan natijalarni bermoqda. Aholi bandligini ta'minlash, ishsizlikni bartaraf etish uchun, kambag'allikni qisqartirish uchun bir qancha ishlar olib borilmoqda. Hokim yordamchimiz tomonidan ishsizlikni bartaraf etish uchun yosh oilalarga kreditlar berdi. Chorvani rivojlantirish, parni qurish, zamburug' yetishtirish, mana shunday ishlar olib borilmoqda. Bizlarning mahallamizda 500 ta xonadon bo'lsa, 1400 ta ayol bo'lsa, tikuvchilikka o'qitdik, chorva berdik, dehqonchilikka kredit berdik. Hozirgi kunda Belboyil mahallamizda ishsizlikning oldi olinib bo'ldi desam, adashmayman. Ishsizlik bartaraf bo'lsa, oilada nizolar, urushlar, ajrimlar yo'q bo'ladi. Hammamiz tomorqadan unumli foydalanamiz. Bozordan mahsulot sotib olmaymiz. Qaysi bir xonadonga shunday borsalaringiz, barida kartoshka, piyoz, savus, kadi, parnik hamma narsa qurilgan. Viloyatimizda keyingi yillarda tomorqa yer maydonlaridan samarali foydalanish, bahorgi ekinlarning 2 barobarga ekilishini ta'minlash, shu asnoda aholi daromadini oshirish maqsadida qator tizimli ishlar yo'lga qo'yilyapti. Buni birgina tumandagi Chilgiz mahallasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar misolida ham yaqqol ko'rish mumkin. Ma'lumki, aholining qishloq xo'jaligi mahsulotlariga bo'lgan talabini to'liq qondirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda aholi tomorqalaridan samarali foydalanish muhim o'rin tutadi. Ushbu mahallada yashovchi aholi azaldan dehqonchilikni hadisini olgan mirishkorlardan. Bog'dorchilikni rivojlantirib, tomorqa yer maydonining har bir qarcha yeridan unumli foydalanib kelayotgan bog'chorboliklarda, ayniqsa oziqabop ekinlar yetishtirishda katta tajriba to'plangan desak yanglishmaymiz. Mahallada istiqomat qiluvchi Muhiddin Rahimqulov xonadonidagi bog' ayni paytda ko'zni quvnatadi. 35 so'tlik tomorqamda mana shunday bog' yetishtirib, har yili 50 million, 60 million hozir ham daromad olyapman. 6-7 so'tlik tomorqamga pomidor, bodarang ekib yetishtiryapman. Xalqimizni dasturxoniga bir oy 2 oydan keyin hammasini chiqaramiz, bozorga sotamiz. Shuni ustidan yangi uylar quryapman, bolalarimni o'qitib, to'ylar qilyapman. Tumandagi Chashmanmiron mahallasida hudud infratuzilmasini yaxshilash, xususan aholini anchadan buyon qiynab kelayotgan muammolardan biri oqova suv ta'minotini yaxshilash bo'yicha belgilangan vazifalar amalga oshirilyapti. Xususan, ayni paytda mahallada davlatimiz rahbarining 2024-yil 23-sentyabrdagi kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida aholi tomorqalarini sug'orish maqsadida 2,5 kilometrlik sug'orish tarmoqlarini qurish ishlari jadal sur'atlarda davom etmoqda. Ushbu xayrli ishlardan tabiiyki aholi mamnun. Chunki hududlardagi bu o'zgarishlar, yangilanishlar haqiqatdan-da yurtdoshlarimiz hayotiga nur, ko'ngillariga huzur bag'ishlamoqda. Ko'p yillik orzularning real hayotda odamlarning shundoqona ko'z o'ngida amalga oshishi esa qalblarida shunday farovon kunlarga shukronalik tuyg'usini kuchaytirmoqda. Chashmiron mahallasida ishlar qizg'in ketyapti. Xalq nihoyatda xursand. Ayniqsa suv tanqisligining oldini olish masalasida ayniqsa joylarda, mahallalarda betondan qilingan jo'yaklar qurilyapti. Tomorqasidan yeridan unumli foydalanish uchun kambag'allikni qisqartirish masalasida yo'lida
har bir xonadondan ayol qizlarimiz, kelinlarimizni ish bilan ta'minlash uchun ko'mak beryaptilar, yordam beryaptilar. Maqsad xalq tinch, to'q va farovon yashashi uchun. Biz bundan minnatdormiz. Mahalla oqsoqollari, mahalla yettiligidan biz xursandmiz. Ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil tumanda jami 4900 gektar maydonda no'xat ekini yetishtirilmoqda. Joriy yilda yog'ingarchilik mo'l bo'lgani, yilning barakali kelganligi ayniqsa tog'lik aholini xursand qildi. Natijada bu qishloq xo'jaligi ishlariga ijobiy ta'sir qilib, dehqon va fermerlarning faoliyatini yanada jonlantirdi. Ayni paytda tumanda aholining ish bilan band bo'lmagan qatlamini no'xat yetishtirishga qiziqishi ortib, uning asosiy daromad manbaiga aylantirishga harakat qilinmoqda. Xususan tumandagi Beliboyli mahallasidagi 150 gektar no'xat ekilgan dalmi yer maydonlarida ekinlarni sifatli parvarishlash, begona o'tlardan tozalash ishlari uyushqoqlik bilan davom ettirilmoqda. 1 gektarga 50 kilodan no'xat sepamiz. Shuna 8 kilo, 1 tonna olamiz. Foyda yaxshi. Oilamiz shuni orqasidan tebratyapmiz. Daromad yaxshi. Mehnat qilgan kishi kam bo'lmaydi. Bu yil yilimiz yaxshi keldi. Ser yog'ingarchilik bo'lyapti. Aholimiz juda ko'tarinki kayfiyatda no'xat ekinlari ekilgan. Hozirgi kunda begona o'tlardan tozalash ishlari olib borilmoqda. 1 gektardan o'rtacha 15 million, 20 million daromad ko'rishadi. Albatta, tomorqa maydonidan samarali foydalanilsa, ro'zg'orda kemtiklik bo'lmaydi. Qolaversa, har bir xonadonning obod bo'lishi yurtning iqtisodiyotini ham mustahkamlaydi. Shu bois, tomorqa nafaqat daromad manbai, balki xalqimizning real daromadlarini oshirish, kambag'allikni qisqartirish, oilalardagi ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligi va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda bozorlarimiz to'kinligining bosh omili hamdir. Shu bois tuman kambag'allikni qisqartirish va bandlik bo'limi tomonidan bu boradagi ishlarni tizimli ravishda tashkil etishga jiddiy e'tibor qaratilyapti. Dehqonobod tumanida 15170 nafar aholining bandligi ta'minlash reja qilib berilgan. Shundan 1433 nafar kambag'al oilalarda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi belgilab berilgan bo'lib, unda 6564 nafar aholi kambag'allikdan chiqarish bo'yicha aniq vazifalar belgilab berilgan. 1875 ta oilaga bugungi kunga qadar individual reja tuzilgan bo'lib, 23221 ta xizmatlar biriktirilgan. 950 nafar fuqarolardan 241 nafar fuqarolar doim ishga joylashtirildi, 69 nafar fuqaroga imtiyozli kreditlar ajratildi, 6 nafar fuqaroga subsidiya ajratildi, 16 nafar fuqaro kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitildi, 618 nafar fuqarolar tadbirkorlikka jalb qilindi. Bundan tashqari birinchi chorakda 18 milliard har bir oila tadbirkor dasturi doirasida imtiyozli kreditlar ajratilgan bo'lib, bu imtiyozli kreditlar 12 ta kavrokchilik ixtisoslashgan mahallalarga ajratildi. Ishsizlikdan xoli hududga aylantirish choralari ko'rildi. Kambag'allikdan farovonlik sari dasturi doirasida prezidentimiz 330-sonli qaroriga asosan 6 ta og'ir mahallamizga 20 milliardga yaqin mablag' ajratildi. Bunda 6 ta mahallaga 7 kilometr suv tarmog'i tortildi. 10 kilometr latok o'rnatildi. 2 kilometr ariqlar betonlash orqali 700 ta xonadon oqova suv bilan ta'minlandi. 1000 gektar yer 450 ta kambag'al xonadonlarda oila a'zolariga o'rmon fondidan ajratib berildi. Ha, bugun obod qishloq deganda ko'z o'ngimizda yangi qiyofa, farovon turmush tarzi gavdalanmoqda. Joylarda qishloqlar qiyofasini tubdan o'zgartirish, aholining turmush farovonligini oshirish uchun yetarli shart-sharoit yaratish, yangi ish o'rinlarini yaratish kabi ko'plab hayotiy masalalarni o'z ichiga olgan yirik dasturning amalga oshirilayotganligi xalqimizning bugundan rozi bo'lishida, ertangi kunga ishonchi mustahkamlanishida asos bo'lmoqda.